Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bir qiziq ahvol. Endi kecha shu qo'y so'ydirdik bitta joyda. Ustida o'tirdim. Mani oldimda birdaniga lampochka deb qolishdi. Deb menga qarab kuladi, boshqa qiladi. Keyin bir pas turib, shu ko'rib turibman, anglab turibman nima bo'layotganini. Endi reaksiya bermay qarab o'tirdim. Nima qiladi bular, boshqa qildiradi deb. Birdaniga sekin olib, o'sha chiqarib yuborishdi-da, borib sekin o'sha narsani qovurib berlaring. Bir-biriga hazil qilishyapti. Oy, undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi. Ya'ni qo'polroq aytadigan bo'lsa, shu bir-biri bilan sport qilishyapti. Qanaqa qilib bu lampochkasini, ya'ni o'sha moyaylarini tayyorlash to'g'risida hammasi o'sha o'zidagi miyasida qattandir eshitgan retseptlari to'g'risida gapiryapti. Shunda zo'r bo'ladi. Ya'ni agar shu lampochkani yeydigan bo'lsak, demak bizada shu stimulyator kuchli bo'ladi, jinsiy o'sha quvvat oshib ketadi degan narsani gapiryapti. Menga murojaat qilayotgan har 3-chi bemorda bir vaqtda evakuatsiya holati uchraydi. Soft brendi asosida ishlab chiqarilayotgan prolongatorlarni, spreylarni sizlarga maslahat beraman. Bu sizda bir necha barobar jinsiy aloqa vaqtini uzaytirib beradi. Men maslahat beraman. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni qo'shib lubrikantlarni qabul qilishi, ularni ishlatishi bu aloqani ravshanlashtirishda, sifatini oshirishda va sezuvchanlikni yanada yaxshilashda yaxshi yordam beradi. Spreyni ishlatgandan keyin yuvib tashlash yodingizdan chiqmasin. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni mamlakatimizdagi aptekalardan yoki yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Qanaqa qilib bu lampochkasini, ya'ni o'sha moyaylarini tayyorlash to'g'risida hammasi o'sha o'zidagi miyasida qattandir eshitgan retseptlari to'g'risida gapiryapti. Shunda zo'r bo'ladi. Ya'ni agar shu lampochkani yeydigan bo'lsak, demak bizada shu stimulyator kuchli bo'ladi, jinsiy o'sha quvvat oshib ketadi degan narsani gapiryapti. Men kuzatib turdim hammasini. Bir payt mana o'sha paytga keyin stolga kelib, keyin mana quyidagi narsalarni gapirib berdim. Birinchi bo'lib, qovurilgan narsada, boshqada o moyayni ichidagi bo'lgan narsalar hammasi denaturatsiya deydi. Ya'ni tuxumni qaynatganingda denaturatsiya bo'lib ketadi. Hech nima uning ichida qolmaydi. Moyaning o'zida faktiski inson uchun kerak bo'lgan hech qanaqa narsa yo'q. Tim bo'lib qaynatasanmi, qovurasanmi, pishirasanmi, xomligicha yesang ham hech qanaqa o'tda sani organizm uchun, insonning organizmi uchun hech qanaqa narsa yo'q. Keyingisi shariat degan narsa bor. Shariatda yeyish mumkin bo'lgan narsa bor, yeb mumkin bo'lmagan narsalar bor. Moyayni ilmi toliblardan yana so'rab oling, shu iste'mol qilish halolmi, yo'qmi? Men aytgan narsam doktor sifatida birinchi aytdim. Oy, buni hech qanaqa senga foydasi yo'q. Buni ichida o'zi umuman hech narsani o'zi yo'q. Sen hayvonni, даже gormonini olib qabul qiladigan bo'lsang ham senda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. U lampochkani yegandan ko'ra uni dumbasini yeydigan bo'lsangiz, ana o'sha sizda har qatda ereksiyani yaxshilab beradi. Oldingi ko'rsatuvda aytgan edim, afrodiziak nimaligini. Ya'ni siz aytasiz, mana shu qazi mani kuchaytirib qo'yadi deb uni qabul qilsangiz, 20% bu ilmiy isbotini topgan narsa sizda o'shanaqa kuchayish hosil bo'ladi. Agarda siz shunga ishondingiz, bo'ldi. Buni otini platsebo deyiladi. Platsebo ya'ni shunga ishonish. Sen ishonib qabul qilganingga eng kamida 25%. Agarda
organizmi labilniy deymiz, shunaqa asab sistemasi chuqur ishonuvchan odamlar ham bo'ladi. Hali birpasda aldanib qoladigan, kim nima desa tappa-tappa tushadigan, agarda shunaqa labil sistemali ishonuvchan odamlar bo'ladigan bo'lsa, ularda 100% ham ishlashi mumkin bunaqa holat. Endi meni gapim yoqmadi. Kimga ana o'sha chala mulla deymiz, o'zicha o'sha narsani qabul qilsam yaxshi bo'ladi, boshqa qiladi, falon shu etuvdi, boshqa etuvdi. Endi men avtoritetim o'tda katta rol o'ynadi, hammasiga tushuntirdim. O'zlaring bilasanlar. Yesalaring ham, yemasalaring ham. Lekin bundan hech qanaqa foyda yo'q. Endi bittarimda ilmiy tolibdan so'rab ollaring. Bu shariatda nima deyilgan? Harom narsa bo'lsa, buni men bundan ilmiy tolib emasman. Bunga senga masalada men fatvo bermayman. Lekin bu harom narsa bo'ladigan bo'lsa, Xudo harom qilib qo'ygan bo'lsa, qanaqa senga foydasi tegadi deyman. Qanaqa qilib foydasi tegadi? Mana cho'chqani haromligini bilib bilasizmi? Buni ziyoni to'g'risida million narsalar ilmiy isbotlarni topib bo'lgan. Uni bilamiz, ilmli isboti bor, bo'ldi, yaqin kelmaymiz. O'zi lekin shariatimizda meni biladigan narsam ergashish bilan billa. Eshitdingmi? Bo'ldi. Qilaver, nimaga ekan degan savol yo'q bo'ldi. Mana doktor sifatida yetib ketmoqchiman. O'sha bolalardan bittasi yetib berdi-da, ya'ni kuyov oshida kuyov bolaga lampochka yedirishayotgan ekan. Endi o'ylaymanki bu butun respublikamizda tarqalib ketgan holat deb bo'lmasa kerak deyman. Lekin mana mashina oldini olish uchun, bekorligini yetib qo'yish uchun, yana bilib bilmasdan haligi harom narsalarni yeb yurmalaring, undan hech qanaqa bir tiylik foyda yo'q deb aytish uchun shu narsani lozim topdim. Chunki men juda yaxshi esimda bor. O'zimiz yoshlikda ham shu yaqinlarimizga qo'y so'yilganda darrov birinchi qiladigan narsasi darrov o'sha lampochkasini olib kelib qovurib yeb olishardi. Mana ilmli bo'lib, buni tegi yetgan kunim, aniqlagan kunimdan boshlab men bu to'g'risida ma'lumot berishni boshlaganman. Mana shu kechagi bo'lgan hodisa bugun yana shu narsani demak aytib o'tishim kerak ekan degan menda fikr paydo bo'ldi va shunga jazm qildim. Do'stlar, hammamiz bilib qo'ying. Yeyotgan narsamizni aniq bilmog'imiz kerak. Nima yeyapmiz? Halol narsami, harom narsami? Uni ilmiy toliblardan aniq bilib olib, keyin iste'mol qiling. Tibbiyotda afrodiziak degan narsa siz agar shunga ishonsangizgina ta'sir qiladi. Xayr, salomat bo'linglar.